Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhi Sahih Bukhari namlı kitabida biz bugün taharet münasebetlik mezmunlar hakkında to'xtalib atgan. Shundaqla bugungi temamiz mu Peygamber aleyhissalatu vesselam'niki o'zining taharet suyini o'shidan ketgan odamniki badaniga quyganlik haqida to'xtalamiz. Bu haqda İmam Bukhari rahmetullahi aleyhi yanıla işletilgan suvni başqalarning badani quyganligi, ya'ni mush suvniki pokizligini bildirdi degan ushurni bizga bas kerak bu jihatda. Undaqda biz hadisninki o'ziga kirib ketaylik. Bu 194-numurlik hadisda İmam Bukhari rahmetullahi aleyhi bizga Abul Valid hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu kishi Abul Valid at-Tayalisi degan ism bilan mashhur, kunya bilan. İsmi Hisham ibn Abdülmelik. Bu kishininki tarjimali kitobida iymonda o'tgan. Bu kishi deydi bizga Shu'ba hadis so'zlab bergan edi deydi. Shu'ba ibn Hajjaj nurg'on qatim zikr qilindi. Bu kishi Muhammad ibn Munkadir degan kishidan rivoyat qilyapti. Endi Muhammad ibn Munkadir kim o? Degan vaqtida bu odam Hijriya 51-yil tug'ilgan, Hijriya 130-yil o'lib ketgan. Bu kishiniki dadisi Munkadir degan kishi Oysha radhiyallohu anhaniki ona taraf tog'isi bo'ladi. Undaqda bu kishi shu Abu Bakr Siddiq jamoatidan deyishki bo'ldi. Nəhayət məşhur tabiin. İbadətdə nəhayət bək tirishchan. Bu kishiniki deyishçe men 40 yil nafsim bilan kurash qilgan vaqtimda nafsim mendan maqsad bo'ysunug'idek, ya'ni mustaqim bo'ldi deb shundaq degan. Davomli yig'lab turib namoz o'qiydigan, ya'ni Xudoko'y, Rabbani kishilarniki qatoridan. Hatto undan boshqa o'ziniki anasiga nəhayət bək ko'yindigan odam ekan bu jihatda. Hatto shu mang'zini yerga yiqib turib anasiga ana qo'psizlar, putlarni mang'zimga qo'ysizlar deb yig'lab ketadi degan. O'zi Umar deb bir oqsi bor ekanda, shuni bilan beslashib anasiga bizlar ko'yindigan kishilar. Aslida bu kishiniki onasi dedak. Munkadir degan dadasi Oysha radhiyallohu anhaniki huzuriga o'zining bir kambag'al ekanligini, bir hajtivorlikni bayon qilib kelganda, shu 10 ming dirham pul bersa, bir zakotdan pul kelgan bu qandoq? Shu pulni tog'asiga avatizgan Oysha radhiyallohu anha. Shu pulga bir dedak setib olgan deydi. Mana mushu dedakdan tug'ilgan balla bu. Demak bu buyukmi? Nurg'un sahobalarniki iltifotiga erishgan buyuklardan deyishki bo'ldi. Masalan, Oysha radhiyallohu anha, Asma bint Umays, Salman al-Farisi, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Umar, Jabir qatorliq buni hozir qilmish sahobalar. Bu kishiniki onasining tarbiyasi yaxshi ekanda bu jihatda. Masalan, kichik vaqtida tarbiyalab shu davomli nasihat qilgan vaqtida "Qushaq qo'llarga chaqchaq qilma. Ular seni xo'rlab qo'ydi. Ya'ni qimmatingni tushirib qo'ydi" degandek so'zlarni qiladi ekanda. Demak, bu shaxsiyatiniki tiklanishida bu onasiniki, dadasiniki har jihatdan yaxshi tarbiyasidan ayrim deb qaralmaydi. Xo'sh, bu kishi deydi, men Jabir radhiyallohu anhuniki mundaq deganligini anglagan edim deydi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam men kasal vaqtimda yo'qlab kelgan edi deydi. Men bir narsa anqira olmaydim shu vaqtda. Endi bu yerda bu kasallikdan emas, nahayat bak charchab ketgan bo'lsa, shunda o'shidan ketgan. Avallah, nima u? Shuni bilan Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam tarat ilib, menga o'zining tarat suyidan quyib qo'ydi dedi. Shunda men sal hoshimga keldim. Bir narsa anqiraligidek bo'ldim dedi. Payg'ambarimizga dedimki, ya Rasululloh, miraslarim kimga? Chunki meningki mirasxo'rlarim hammasi kalalidir dedi. Kalala degan mening balam yo'q, ota-onam yo'q, menda miros oldiganlar faqat shu hamshirlarim, singillarim, ochilarim degan. Shu vaqtida miros oyatniki tuvandiki, ya'ni oyat tushgan. Ya'ni kalala to'g'riliq. Bu sura Niso'niki oxirgi oyati o deyman. Masalan, yastaftunaka qulillohu yuftikum fil kalala degan oyat shu. Demak, Jabir ibn Abdullah'niki dadisi Uhud g'azotida shahid bo'lib ketgan. Jabir yosh,
Hatta Cabir öğlengen vaqtidimi bir juvan ayolni algan. Peygamberimiz kızasan olmamdı ya Cabir degende ya Resulallah. Mening bir necha sing'illarim bor. Shularniki kishi qatlarini yuyadigan, tamoqlarini etadigan, ish uqadigan bir ayol olay dedim degan. Peygamberimiz yaxshi qilibsiz degan. Bu kishiniki 7 singlisi bor ekan. Ya'ni qiz bir tuqqanida. Mana mushularni tarbiyalagan, mushularni cho'ng qilgan, ham shu ensiravatqani shu. Mening mol dunyolarim kimga qoladi, kimga bilib bermaydi. Bu hadisga bizga muhim bo'lgan nuqta qaysi deganda, bu yerda tarat olgan suv pokiz degan hukmni bermoqchi. Bu Ibn Battal degan bir olimniki degan so'zi. Bu kishining Sahih Buxoriyni sharhlagan bir kitobi bor. Bu kishi bu yerda sabab ko'rsatib, agar pokiz bo'lmasa Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu o'zining oshgan tarat suyini quymaydi deb shunaqa degan. Bu balkim tarat suyiniki chaynakdagi tekstekda oshgan qismi bo'lishi mumkin degan bir qism ehtimolda. Onundan boshqa bu hadisda yana o'rganish tegishli nuqtalardan cho'nglarniki masalan kichiklarni yo'qlab kelsimi bu bir ortiqchilik bir fazilat deb qaralgan. Ki Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam cho'ng Jabir ibn Abdullohdan. Hem Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki barakat mo'jizasi ifodalangan bir hadis bu. Xo'sh, sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.